Uchqunaga yo'lli qirida barakani ichida degan gap bor. Uchtepa 22-kvartalga kelganman, hozirgi joylashgan joyimni tushuniraman. Mana men to'g'ri bu yoq, ana idealdan kelish. Mana Podmoskoviyani mana chorrahasi ko'rib turgan edik. Shu yerda mana yo'l yuzida, mana qator mana bunaqa ofisga ketgan joyda bir xona nejiloy. Mana ko'rayotganingiz mana shu joy. Mashina qo'yadigan joylari ham bor. Mana atroflar o'shalik ko'rsatgan joylarim. Xo'sh, mana shu joy. Bemalol men mashinalar qo'yib, mana bu katta o'zini agrotom bor. Endi ichkariga kiramiz. Faqat mana ichlarni olganlardan keyin o'zingizga to'g'rilab turib, bitta remont qilib yuborasizlar, chiroyli qilib. Xo'sh, bir xona, xo'sh, mana bu yerda mana o'zini hojatxonalar joylashgan. Mana bu yoqda oshxonalarni mana olib chiqib tashlashgan. Dush kabinkalar qilib, mana to'g'ridagi mana podyezddan kirib o'tish eshigi mana shu. Xullas, shu joyimizni 35 kvadrat, даже 38 ham chiqadi deyapti. Narxini egalari 42 ming so'rashyapti. Aslida kelishtiradigan joyi bo'ladi. Aloqaga chiqinglar, baraka qilinglar, tamom.